Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tandirda somsa yopamiz. Buning uchun bizga elangan un kerak bo'ladi va tuzli suv bo'lib osh xamir qilgandek xamir qoramiz. Xamirimiz qattiq ham, yumshoq ham bo'lishi kerak emas, o'rtacha bo'lishi kerak va ularni zuvali tindirib qo'yib, ozgina 1 soatcha tindirib qo'yamiz va tindirib bo'lgandan keyin ularni yana mushlab zuvalachalarga ajratib qo'yamiz. Zuvalachalarni keyin yarim soatcha qo'yib, ularni yoyib olamiz xamirlarini va ularga yog' quyib o'rab olamiz xamirlarini. Ko'k somsani ham oldingi videolarimda bergan edim xamirini qilishlarini va shu bilan shu qator o'xshatib qilamiz va bularni zuvala qilib olib qo'yib, birpas xolodilnikda saqlaymiz zuvalalarini, xamirimizni. Endi ko'k somsa va go'shtli somsalarimizni nachinkalarini tayyorlab olamiz. Ularni to'g'rab olib, yaxshilab aralashtirib, hammasini ularni tabga ko'ra tuz va ziravorlarni solib aralashtiramiz va shundan keyin xamirimizni olib, kesib, hammasini juvalab, sekin tuyishni boshlaymiz va ungacha tandirni qizdirib qo'yamiz va tandir qizgandan keyin somsalarimizni birin-ketin yopib olamiz. Tandir mana qizib tushdi. Unga ozgina suv sepib yuboramiz tandirga va somsalarni lapadaka terib, ularga tuxum oqini surib, tandirning bir chekkasidan boshlab yopishtirib chiqamiz va ularni yopib qo'yib, dimlab qo'yamiz. 20 minut dimlangandan keyin somsalarimizni tayyor bo'ladi va uzib olamiz. Somsamizni chitirlashidan nabiram ham xursand bo'lib, maza qilib iste'mol qildi. Yoqimli ishtaha.